Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga yana bir toshimizni ko'rsataman. Topilgan joyi Farg'ona vodiysi, Quva shahri. Mana ko'rib turibsizlar toshlarimizni. Toshimiz qora va sariq rangida palasalardan iborat. Ko'rib turibsizlar. Mana har bir yerini o'z toshlari bor. Bu yerdagi toshlarni boshqa yerdan topa olmaysiz. Har bir yurtga borsangiz, boshqa davlatlar borsangiz ham o'zini toshlari bor. Hamma joydagi har xil, bir-biriga o'xshamaydi. Shu toshimizni bir ko'ringlar, mana chiroyli toshimiz. Bizda vodiyda ko'p uchraydi, boshqa joylarda ham ko'rganim yo'q.